Assalomu alaykum azizlar. Hurmatli kuzatuvchilar. Sog' salomatmisizlar? Bugungi videomizda dilbar ayollarimizning sevimli guli atirgul haqida so'z boradi. Atirgulning yer yuzida 250 turi, 25,000 navi bor. O'zbekistonda esa 19 turi, 600 dan ortiq navlari ekib o'stiriladi. Atirgul Ra'no guldoshlar oilasiga kiradi. Uning kimyoviy tarkibida efir moylari, katexin, kvarsitin, sianin, C vitamini, organik kislotalar, oz miqdorda mineral moddalar bor. Oq atirgulda esa simola, qayron, shilliq moddalar mavjud. Bu moddalar ichni yumshatgich, gijja haydash xususiyatiga ega. Buyuk tabib Ibn Sino o'zining tib qonunlari kitobida ta'kidlashicha, gul bargi shirasi bilan qon tupurishga, ko'z yallig'lanishiga, bosh og'rig'iga, me'da va boshqa kasalliklarga davo qilgan. Gul bargidan tayyorlangan asalli murabbo va gul sharbatini me'dani mustahkamlash, ovqat hazmini yaxshilash uchun ishlatilgan. Tez hushidan ketib turadigan bemorlarga ko'plab ichishni buyurgan. Atirgul gul tosh barglari efir moylari olish uchun muhim hisoblanadi. Efir moyi olimlar e'tiroficha 30 million atirgul gul bargidan juda oz miqdorda olinar ekan. Efir moyi tabobatda damolsizlik, oftob urishi, dizenteriya, buyrak, o't pufagi kabi kasalliklarni davolaydi. Keyingi paytlarda zamonaviy tibbiyotda atirgul moyining shifobaxsh xususiyatlari o'rganilmoqda. Uning o'pka yallig'lanish, shamollash bilan kechadigan yiringlik kasalliklarda yaxshi natija berishi aniqlangan. Bundan tashqari, shilliq pardalarni tashqi ta'sirlardan, bronx mushaklarini spazmdan saqlaydi. Demak, atirgul gul tosh barglaridan olinadigan efir moyi tibbiyotda turli kasalliklarni davolaydi. Farmatsevtikada dori-darmonlarning ta'mi va hidini yaxshilash uchun ishlatiladi. Parfumeriya sanoati efir moylaridan noyob atirlar ishlab chiqariladi. Oziq-ovqat sanoatida esa konfetlar, marmeladlar, shokoladlarga qo'shiladi. Sizlar bizning kamtarona mehnatimizni hisobga olib, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang.